Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xulosasi Bo'g'oz bozorida boshladik. Andijon Sharxon mol bozoridan bo'g'ozlarni ko'rsatib o'tamiz. Sizlar bilan Zohidullo shu bugungi videomiz. Xulosasi bo'g'ozlarda ko'proq endi har xil olganmiz, bu kanalimizda ko'ryapsizlar. 7 ta 8 ta video qilganmiz. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora ot rasm bor. Dehqonchilik chorvalar bo'lsa bemalol. Dehqonchilik ham tirishlikka ham pullik 5000 so'm har bitta mol boshiga tashlab qo'ysa, tashlab beramiz. Kommentarlarga silkani tashlab qo'yamiz. O'sha silkani bosib o'tsalar ham bo'ladi. Yoki yozib o'tiradigan bo'lsalar, lotin yozib yoshlarniki, aniq yoshlarniki kerak. Qora ot rasm bor. Qani olsam boshlardik. Birinchi bo'lib shu bo'g'ozdan boshlar. Aka, savdosi bo'ldimi? Aka 36 million qilishyapti. 36 million bo'lyapti. Necha pul aytyapsiz? 45 million baho aytyapti. 45 million baho aytyapti. Ikkinchi tug'ma. Ikkinchisiga tug'adi, 8 oyga to'lganmi, o'tyaptimi? O'tyapti. 7 oydan oshiq. 7 oydan oshiq. Pullar aytildi, ikkinchisiga tug'adi, bo'yi 1. Ishlashinadilar. Sog', 1 qirishgan. Alaykum. Bo'ldi, bemalol, sog'misiz? Bo'yi 1 qirdaroq chiqadi. Chiroqli ekan. 36 ga bermadingizmi? Qo'shanga beriladi. Nomer aytilaveradi. Aytavering. 88li 067 97 07 ga aloqa chiqasizlar. Qiziqqanlarga manzil Andijon Marhamatda akalarning nomer, savdogarlardan Telegrammi. WhatsApp ham bor. Bor. Keyinchalik ko'rib yo'llagan bo'ladi shunaqa mollar, bemalol telefon qilaverasizlar. Qiziqqanlarga ma'lumot yetarli bo'ldi. 27 ga doğru bunisi savdosi bo'ldi. 30 ga. Buchi? 35 ta atrofida. 35 ta atrofida. Ne? Necha oylikdan bo'g'oz? 20 kundan tug'adi mollar ikkovi ham. Bunisi 7 oydan o'tgan bo'lsa Qirg'izistondan keyin, ikkalasi 20 kunda atrofida tug'iladi. Yoshlari-chi? Ikkinchisiga. Bunisi yosh kattaroq. Bu uchinchisiga ham, uchinchisi, to'rtinchisiga. Bo'ylari 1.3 yo 4. Bo'ylar 1.30 atrofida chiqadi. Mana o'sini kattaroq. Qiziqqanlarga. Nomer aytilaveram qiziqqanlarga. Aytavering. 97lik 162 99 91. Aloqa chiqasizlar, doim bo'ladi savdogarlardan. Endi Telegram, WhatsApplar ham bor. Andijon viloyati. Andijonda endi Andijonda qaytalik deyman. Aloqa chiqasizlar qiziqqanlarga. Bundan ko'pda sotsiz qilsam, hozirgi dalil. Savdosi bo'ldimi aka bo'g'ozni? Necha bermadingiz? 29 million. Necha oylik? 8 oylik yoshichi? 4 kurakda. Ikkinchisini tug'an? Ikkinchisini tug'adi, kuragi 4 kurak. 29 millionga savdosi bo'lgan, bo'yi 1.30 atrofida chiqadigan mol. Qiziqqanlarga telefon nomeri aytilmaydimi? Aytavering aka. 94lik 568 0737. 568 bilan Telegram, WhatsApplar bormi? Manzil qayerda aka? Baliqchi. Dehqonchilik tirishlik. Dehqonchilik. Yana bormi? Sotiladigan mol. Qanaqa mol? Hozir bolasi bor bitta. Aha. Yana ikkita bola. Ola bilan qora. Bo'g'oz bilan? Bolasi xonanjin. Yondagisi Ikkitasi bo'g'oz. ikkitasi bo'g'oz. Qiziqqanlarga Telegram, WhatsApp orqali gaplashishlaradi. Baliqchida manzil. Baliqchini qaydida? Poskayda. Qiziqqanlarga dehqonchilikda olaman deganlar, mana pajolista kelib gaplashsalar ham bo'laveradi. Akamiz ham taniganlar bo'lsa bemalol. 33 million so'm savdosi bo'lyapti. Bering endi. 33 million so'm. Necha oylik bo'g'oz? Necha oylik bo'g'oz ekan? Yoshichi? 6 tishi 8 oylik bo'g'oz. Qirg'izistondan keyin bo'lsa kerak. Chiroqli. Pul aytildi. Qo'lon ekanmi? Necha pul o'ryapti ekan? 33. 33. 33 million. Bo'yi 1.30 chiqadi, ha? Bo'y basi yaxshi, qo'lonligi ham yaxshi ekan. Ha, to'talimiz ekan. Mo'ljal so'rayapti. Shvetga. Hozir so'raychi bu. Savdosi bo'ldi. Necha pul? 22 ga o'tmaying deyapti. 200 mingmi? 200 ming kam so'rashyapti. 22 ga 200 ming so'm kam atrofida savdosi bo'lyapti. Xonajin ekan-a? Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik. Birinchisi kuragi bormi? Nima kuragi? Bilasiz.
yuragini aniq emas. Endi solishni boshlagan. Bo'yi hozirgina ko'rib turibsizlar. Bo'yi 1.20 bilan 1.25 turibdi. Qiziqqanlar nomer aytiladimi? 90lik 213.99 video qarasiz bu qolaman deb. Ha? Videoni qarasiz bu qolaman deb. Bu qolar ham olaveramiz, semiz. Ha, bo'ldi. Video qarasiz. Ha, sizmi? Aytavering. Semiz ham bu qolar bo'lsa olaveramiz. Aha. 2 marta ulayda bostirsa. Uylardan olib ketaverasizmi? Uylardan kelishini olib olaveramiz. Semiz so'ylaydigan bo'lsa Qassobga, misol uchun qassoblar ekan bu bolalar, uylaringizda novoz, semiz novozlar bo'lsa, hozirgi nomerga telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp ham bormi? bor, Telegram, WhatsApp bor. Qaysi atroflardan olasiz? Olaveramiz, kelishini Qashqadaryo, Surxondaryo, Andijon bo'ylab olaveramiz. Oddiy bo'ylab farqi yo'q ekanda. Surxondaryo Ketaveradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerni ham bitta ayting. 90lik 213.99 aloqaga chiqaveramiz. Aloqaga chiqasiz shu nomerga. Rahmat. Sog' bo'ling. Necha yil bo'lyapti-ku? 22 yarim. Yosh qanaqa ekan? Uchinchisimi, to'rtinchisimi aka? Bizda birinchisi. Yaxshimi? Necha oylik bo'g'oz? Necha oylik bo'g'oz? Assalomu alaykum. 7 oylik. Assalomu alaykum. 7 oylik yoki oshiroq deb taxmin qilishyapti. Hozir savdosi bo'lyapti. Bo'yi 1.25 turadi. Shunga bo'lyaptimi? 26. 26 million so'm savdosi bo'lyapti shu. Hozir. Bo'g'oz. Yoshini ko'ramiz deyapsizlarmi? 8 yurak ekan. Eshitmaydilar. Shuni ko'rib olavering, yaxshi. Zo'r ekan. 8 yurak bo'lyapti ekan, bo'lmabdi. Bo'lyapti ekan. Hali to'lmabdi 8 yurak. Necha oylik ekan? Kunga qolgani. Necha pulga sotildi? To'qqan oldingizmi? Yigirma bir yarim. Necha oylik bo'g'oz aka? Yoshi? Yoshi ikkinchi bolasi. Ikkinchisiga tug'adi. 21,5 savdosi bo'lgan 8 oylik bo'g'oz. Bu endi 1.20 ni plyus minusda. Menimcha ozgina kam bo'lishi ham mumkin. Qolmonroq ekan lekin. 21,5. Qani turchi joylash. Necha pul bermaz ekan xonasini? 20 million. 20 million. Necha oylik bo'g'oz? 5 oylik. Necha oylik to'lgan? Birinchisi tug'am. Ikkinchisi birinchisi tug'am. 20 million savdosi bo'lgan 5 oylik bo'g'oz, birinchisiga qo'yib 1.25 ta. Ozgina oshiq ham o'xshayapti 1.25 dan. 20 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Nomer aytmaysizmi qiziqqanlarga? Nomer 91lik 759 90 94 90 99 94 ha 99 94 dehqonchilikmi? Yo'q chiqasizlar. Aka savdosi bo'lyaptimi? Necha pul bermadingiz? 20 million. Bo'lyapti. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Yoshi-chi? Yoshi Yaxshimi? Shi 8 da 20 million so'm savdosi bo'lyapti. 20 million dedingiz-a? 8 oylik bo'g'oz. 30 baho aytilyapti. Dehqonchilik tirishlik. Tirishlik a. Xo'sh. Shi yaxshi. Bo'yi 1.25 ta turadi. 30 baho aytilyapti. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'g'ozligi aytildi. Endi unisini bilmadik. Inshaalloh ekan. Pullar qirqilgan. 20 million 500 berishyapti mana hozir. $25 million so'm keyingi bo'g'oz savdosi bo'lyapti. Shaqa yo'q shu yerlardan. Yosh qanaqa ekan aka? Ish yaxshimi? Hozir boshqa ham yalagan. Bilmaysiz, to'rinchisi dehqonchilikmi? Dehqonchilik to'rinchisiga bo'g'oz necha oylik? 8 oylik. Bo'yi
25 ta atrofida chiqadi. Pulini yana bitta aytib yuboring. Necha pullaysiz pulini? 35 million. Yo'q, savdosi. 25 bermadingiz-a? Ozmos qoldimi berishingizga? Ash pulga. Telefon qilish so'rashdimi telefon? Aytaverasiz. Ayting. 93lik 327 hay 322 58 59 Telegram, WhatsApp, imo bor. Manzil qayda? Do'londa. Sharxonda. Qiziqqanlarga Sharxonda dehqonchilik yana bormi shunaqalari? Shug'ullansa? Shug'ullansa aloqa chiqasizlar. Savdosi bo'lyapti, 32. 32 million so'm olaparoda savdosi bo'lgan. Xonajin chekli. Birinchi tumsa. Birinchisiga tug'adi. Necha oylik? 7 oylik. 38 deyapsiz. 7 oylikka to'ldimi? Ha, 7 oylikdan oshib 7 oylikka beraveramiz. 7 oydan oshiq qo'y, 7 oylikka beraveradi. 32 million so'm savdosi bo'lgan, 39 baho aytilyapti. Bo'yi 1.30 bilan 1.35 atrofida chiqadigan bo'g'oz ekan, chiroyli bo'g'oz ekan. O'zimizni shu rossiyskilardan yo'g'on ekan bu. Ularni ham ko'rinish mana. Nomer aytmaysizmi qiziqqanlaring? 90lik 775 27 26 Telegram, WhatsApp, imo. Manzil qayda edi? Tashlaq. Farg'ona viloyati Tashlaq tumanida. Dehqonchilik tirishlik. Tirishlikka. Pul? 28. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. 28 million so'm savdosi bo'lgan 7 oylik bo'g'oz. Kuragi bor ekanmi? Bor. Kuragi bo'lyapti. Yaxshimisiz? Tizimsiz. Yaxshimi? Tanjasan? Xo'p. 7 oylik bo'g'oz. 7 million deyildi. 27 dedingiz-a? 28. Beravermaysizmi shu 28 ga? Qo'shganga ham dehqonchilik. 7 oy to'lganmikan? 6 oy to'lib 7 yo'q. Ha, 6 oydan oshdi. Bo'yi 1.25 atrofida, endi plus minus bo'lsa kerak, 1.25 atrofida hisoblasa bo'laversa kerak. O'zimizning mesni ishlaydilarda. Nomer aytlammi qiziqqanlarga? 93lik 93lik 877 877 50 30 dehqonchilik. Manzil qayda? Andijon, Xo'jaobodda. Telegram, WhatsApplar bormi? Bor. 20 million o'tib berdi deyapsiz. 20 millionga endi 300 mingmi yo 1-200 mingmi? 19 dan qilyapti, 20 million o'tib berdi. Ha, 19 dan oshdi-da. 19.5 dan ozgina oshgan, 20 ga yo'l so'rashyapti, kamroq so'rashyapti. Pishimi chiroyli ekan oldi. Bo'yi 1.20 dan ozgina oshiq o'xshayapti. Necha oylik bo'g'oz? 8 oydan oshdi. 8 oydan oyiga oshgan, kuragi 6 kurak. O'zimizning mesnik chiroyli qora bo'g'ozlardan ekan. Qiziqqanlar nomer aytlar. 98 88 lik. 454 24 20. Telegram, WhatsApp bor. Tirishlik sizniki? Manzil qayda edi? Manzil Naynovoda. Sharxonda. Naynovoda shu yerdan qiziqqanlar aloqa chiqasizlar. $20 million 500 ming so'm. Xonajin ekan-a? Xonajin birinchi tug'ishi. Birinchisiga necha oylik? 7 oylik. To'lganmi, boryaptimi? To'lgan. Kuragi bormi? Kuragi 7 oylik. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. Bo'yi 1.20 bilan 1.25 atrofida chiqadi. Orqa tomondan ko'rinishi. Yashichani Bahodirga yoqib qolsa nima qilamiz? Nomer aytlam. Ayting. 91lik 651 32 32. Doim bo'ladingizlar. Telegram, WhatsApp. Manzil qayda edi? Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Qiziqqanlarga doim bo'ladilar. Bo'g'oz bo'lyapti doim. Bo'g'oz bo'ladimi? Katta kichik bo'ladi. Shu bo'g'oz ham savdosi bor. Necha beryapsiz aka? 22 million 500. Baland ham shu bo'ldimi? Balandroq bo'lgan ekan. Oshroq 23 ga ham borgan. Necha oylik bo'g'oz? Xonajin 8 oylik bo'g'oz 23 ga doğru savdosi bo'lgan. Hozir 22,5 savdosi bo'lyapti. Hozirda qo'sh bor ekan. Ko'rinish shekli. Bo'yi 1.25 atrofida chiqadi. Xonajin chiroyli ekan.